ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlarga burun lab ajinini oldini olish va yo'qotish uchun massaj va mashqlar ko'rsataman. Undan oldin esa uni hosil bo'lish sabablarini aytib o'tmoqchiman sizlarga. Bilasiz, burun lab mana bunaqa qilib mana bu yerda ajinlar hosil bo'ladi. Yosh kattayishi bilan bittagina faqat mana shu qismni massaj qilib uni yo'qotib bo'lmaydi. Chunki bilasiz, yuzimiz ham butun tanamiz kabi muskullardan iborat. Muskullar esa o'z navbatida bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yuzimizning bir qismidagi ajinni yo'qotish uchun faqat shu qismni massaj qilish bilan hal bo'lmaydi ish. Balki uni yon atrofidagi mushaklar bilan ham ishlashga to'g'ri keladi. Nafaqat shu qismdagi mushaklar, balki butun tanadagi muskullar bilan birgalikda ishlashimizga to'g'ri kelishi mumkin. Demak, nimadan hosil bo'ladi o'zi bu qismdagi ajin? Birinchi sabablaridan biri, ya'ni muskullar bilan bog'liq bo'lgan sababi shuki, mana shu burnimizni ustidagi mushakning spazmga kirishi natijasida mana shu qismni ko'taradi tepaga. Tabiiyki, bu tarafni ko'targandan keyin mana bu yerda burma hosil bo'ladi. Mana bu yerda tepaga ko'tariladi. Bu yerda esa mana osilib qoladi bu yerdagi teri va ajin hosil bo'lishni boshlaydi. Yana bir sababi, mana bu yerdagi marionetka, mana bu lab uchini pastga tortadigan mushakimiz bor. U ham spazmga kirishi natijasida mana bunday holatni yuzaga chiqaradi. Ya'ni biz ajinni yo'qotish uchun yuzimizni bir qancha qismi bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Bu qaysi qismlar? Birinchi navbatda men sizlarga har safar aytaman, bu baza mashqlarini bajarib, ya'ni bo'yin, bosh aponevrozni bo'shatish mashqlarini bajarib yurishingizni maslahat beraman. Chunki oddiy baza mashqlarni bajarib yursangiz, ancha o'zgarishlarni o'zingizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha baza mashqidan keyin o'tamiz mana bu mana bu yerdagi chaynash muskullariga o'tamiz. Uni ham bo'shatishimiz kerak. Chunki bu yerdagi mushakning spazmi, bu mushak bu yerda bor va mana qulog'imizni usti bilan keladi bu mushak. Ya'ni bu mushakning siqilishi, mana bu yerdagi mushaklarni tortilishi natijasi ham ta'sir qiladi. Shuning uchun albatta chaynash muskulini bo'shatamiz va keyin ajinni hosil qiladigan mushaklarni o'zini massajni qilishni boshlasak bo'ladi. Ya'ni bu burundan boshlaymiz. Nimaga burundan? Aytib o'tdim, mana bu yerdagi mushagimiz bor, tepaga ko'taradigan. Uni bo'shatishimiz kerak. Mana bo'shatamiz mushagimizni. Keyin mana shunaqa harakatlar bilan mana bu yerda tortadigan mushaklarni ularni ham massaj qilamiz. Mana
ozgina bosim ko'rsatamiz ularni bo'shatish uchun. Ana. Endi lab uchini pastga tortadigan mushagimizni ham bo'shatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shunaqa massaj bilan bo'shatamiz. Qo'llarimizni yuvib, endi ozgina ichkaridan massaj qilamiz. Barmog'imizni qo'yib ichkaridan tortamiz. Anaqa qilib tortamiz. Va boshqa tarafni. Kaftimizni mana shu qismi bilan ozgina boshimizni egiltirib, bosib, yon tarafga harakatlantiramiz. Boshingizni ozgina egiltirsangiz, bosim bilan massaj qilgan bo'lasiz. Shoshilmang. Harakatlaringiz sekin va chuqur bo'lishi kerak. His qilib massaj qilsangiz, effekti yaxshi bo'ladi. 5-6 marta bir tarafni massaj qilib, keyingi tarafga o'tamiz. Mana qo'rqmang, teringiz cho'zilib ketmaydi. Ko'pchilik savol beradi menga, massaj bilan terim osilib ketishi mumkinmi, cho'zilib qolishi mumkinmi deb. Yo'q. Aksincha, terini elastikligi oshadi massaj natijasida. Mana rosa insonni nima qiladi? Расслаблять qiladi massaj. Mana men butlarimni qildim, his qilyapman, qizib turibdi terim, bo'shashdi muskullarim. Massajdan keyin o'zingizda boshqacha hislar paydo bo'ladi. Sizda ham shunaqami? Kommentariyalarda yozinglar. O'sha massaj davomida nimalarni his qilishlaringizni. Endi ozgina mashq qilamiz. Mashqda nima qilamiz? Mambutdagi mushaklarimizni tortamiz. Ya'ni siqilib qolgan, qotib qolgan mushaklarni ochamiz. Buning uchun pastki jag'ingizni pastga tushirasiz. Mana. O shaklida. O. Boshingizni
bunaqasiga harakatlantirmaysiz. Ya'ni tepadagi jag'ni ochish bilan bajarmaysiz, faqat pastki jag'ni tushirasiz. Boshladik. O. Lablaringizni asta-sekin ichkariga torting. Chunki o deb qilsangiz, lablaringizni yonida ajinlar paydo bo'la boshlaydi. Buni oldini olish uchun labingizni ichkariga. Mana bajardik. Endi ozgina yanoqlarimizni shishiramiz. Mana ichkaridan shishirishimiz natijasida muskullarni ochamiz. Boshladik. 15 marta bajaramiz. Endi tepani va pastni. Va oxirida deb labimizni atrofidagi mushakni bo'shashtiramiz. Mana sezilib turibdi, mushaklar ishladi, bo'shashdi. Ozgina bosh ham aylanishi mumkin. Bu normal holat. Shuning uchun massaj qilib turganingizda o'tirib bajarsangiz yaxshiroq. Mening kanalimga obuna bo'ling va har doim go'zal va sog'lom qoling.